Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 22-yanvar. Ko'chada qor zo'r yog'yapti. Gradus -3. Bu dinozavr chalamiz. Chiqmadi tashqariga. Yarimidan ziyod chiqib ketdi. Qolgani ichkarida o'tiribdi. Qirg'izistondan ham, Tojikistondan ham kuzatadigan do'stlarimiz bor ekan. Aka, borsak bo'ladimi? Tomoshaga borib, zaklab berib, tomosha qilib kelsak joylaringizni degan do'stlarimiz uchun gapimni tushunyapsizmi, bilmayman. Kelavering aka. Kattalar vaqtimiz keyin aylanib tomosha qilib ketasiz. Zaklab bersangiz, bermasangiz, xudo xolasa shu vaqtda olaman desangiz, qo'limizdan kelguncha to'g'irlab beramiz. Olmasangiz ham xafagarchilik yo'q. Chunki buni jo'jalariga juda zakaz ko'p. Mana makallarni sarasi qizarib, mana xudo xolasa tuxum boshlamoqchi. Joylarini tayyorlayapmiz, tuxum joylarini. Kecha bir do'stimiz yozgan ekan, aka, ularni qorni ochdi, nimadir bermaysizmi deb. Mana aka, buni oziqasi makka, bug'doy, beda maydasi, kepak. Hozir yana idishlarga solib chiqadi. Qorni to'g'ma ko'payib ketgan. Ularni ochib qo'yib bo'lmaydi. Ochib qoldirsa, ular shunaqaki bir-birini ham yeyaveradi. Shunaqangi jonzot. Manzilimiz Samarqand viloyat, Payar tuman, Kelek shahar. Mana basharlar qiziq, mana bular sayra boshladi, xudo xolasa. Xo'rozlar bosib boshladi. Inshaalloh kun kunlar yaqin. Buni boshqaga ham so'rdi. Turmagani ham yaxshi. Ular urug'lanishi, o'lib qolishi mumkin, xudo xolasa. 24-25 dan mana kunlar issiq qolar ekan, Alloh bilan endi prognoz qilishicha. Induklar sotilmaydi. Qashqarda ham ancha yo'qdi. Qayerda qozlar bilan induklar sotilmaydi. Tuxumlar sotilmaydi. Xudo xolasa inshaalloh onlarni sotamiz. Hali hech kimdan zarar olmaymiz. Shuncha demaymiz. Xudo xolasa may oylari inshaalloh onlarni sotamiz. Ko'proq video oling aka deganlar uchun ko'proq video olyapmiz. Tovuqdan ham, g'ozdan ham, indudka, jo'jalardan ham ularga qiziqqan do'stlarimiz ko'p ekan. Shuning bog' video olishga harakat qilyapmiz. Qorovulimiz qo'yib yuborib bo'ldi. Buni faqat kechasi qo'yib yuboramiz. Kunduz kuni qo'yib yuborsak, mabodo begona kelib qolsa ishlaydi. Telegram kanal ochganmiz do'stlar. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga o'tmasalar ham yangiliklar tashab turamiz. Lokatsiyalarimiz Telegram kanalida bor.
Kimga joyimiz lokatsiyalar qiziq bo'lsa, kim jo'ja, bu kanalga ham jo'ja, g'oz, indovudka shunaqa yuraverar ekan, kallasini ko'tarib, yerda yeb, kekka g'oz, naring g'oz bir ishni qoyillatmasdan shu kekka yuraverar ekan. Qashqari -5-6 bilaman, Qashqarda do'stlar, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib esdan chiqarmaymiz. Bizga qiziq, balki bizda xatolar bo'layotgan bo'lsa, bizda yaxshi biladigan ustozlarimiz bor. Mashlab qiling deb inobatga olamiz. Telefon qilib tushuntirsa ham mayli, kommentariy yozib ketsa ham mayli. Qo'rg'imiz otab g'oz sinduklarni oldida mana birorta shag'al yo'q it kelsa qo'ymaydi. Ikkitasi, yana ikkitasi bor. Qayerlardadir. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' salomat bo'ling.